Yigit mebelchi bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizi boshqasiga yerga tegib ketadi. Ota-onasi bermaydi. Lekin mebelchiga umuman farqi bo'lmaydi. Chunki zakazlari ko'p bo'ladi. Shunaqa kino olish niyatim bor, lekin mebelchining muhabbati degan. Oskar olishga vaqtim yo'q. Zakazlarim ko'p. Yigit mebelchi bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizi boshqasiga yerga tegib ketadi. Ota-onasi bermaydi. Lekin mebelchiga umuman farqi bo'lmaydi. Chunki zakazlari ko'p bo'ladi. Shunaqa kino olish niyatim bor, lekin mebelchining muhabbati degan. Oskar olishga vaqtim yo'q. Zakazlarim ko'p. Yigit mebelchi bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizi boshqasiga yerga tegib ketadi. Ota-onasi bermaydi. Lekin mebelchiga umuman farqi bo'lmaydi. Chunki zakazlari ko'p bo'ladi. Shunaqa kino olish niyatim bor, lekin mebelchining muhabbati degan. Oskar olishga vaqtim yo'q. Zakazlarim ko'p. Yigit mebelchi bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizi boshqasiga yerga tegib ketadi. Ota-onasi bermaydi. Lekin mebelchiga umuman farqi bo'lmaydi. Chunki zakazlari ko'p bo'ladi.